Короче, o'tirishgan. Давай sostav qilamiz deyishgan. Keyin sostav ochishgan. Shadetdan keyinlarga to'g'ri kelyapti. Assalomu alaykum. Zuhurniga charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? To'y boshlanishiga ozgina qoldi. Ha. Endi qarang, Turondan ancha yildan beri ishlaysiz, to'g'rimi? Turon qaysi yildan boshlab tashkil topgan, qaysi yilda boshlangan Turon o'z faoliyatini? Shou emas, Turon o'zi. Turon ansambl. Menimcha 95-yillarga borgan, agar adashmasam, 95-yillardan boshlangan. Xonandamiz Murodjon Mo'minov sozandalikdan xonandalikka o'tganda boshlangan. Zo'r. Fatqul aka, siz Turon shouda necha yildan beri xizmat faoliyatini yuritasiz? Necha yil bo'ldi? 5-6 yil bo'lib ketdi. Undan ko'proqmi? Endi men o'zim bilishimcha. Men sizni tanigandan bunday bo'lyapti. Charchamanglar, rahmat. Turondagi ish faoliyatingizga omad tilaymiz. Ro'zvoy aka, assalomu alaykum. Hammamizni charchamayapsiz, ishlaringiz yaxshimi? Ro'zvoy aka, qarang, Turonni faoliyati haqida siz ancha-muncha ma'lumotlarga egasiz, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha. Turon ansambli bo'lib yetilishiga qancha yil bo'lgan taxminan? Esla olasizmi? Turon ansambli bir menimcha 15 yildan oshib qoldi, bir 20 yil qoldi. Ijodda barkamollik tilaymiz, iloyim xalqimizni xizmatida chiroyli xizmat qiluraylik bo'ldi. Rahmat akajon. Sizga ko'p yillar xizmat qilish nasib qilsin. Turon ansambli tashkil topishi u ancha yillik anaqa-yu. Lekin qaysi oydaligi esimda yo'q lekin. Shou qilganingizga necha yil? Shouga xudo xolisa 5-yil bo'ldi. 5-yil bo'ldi. Aniq kuni chizilsa, Yo'q, unaqa. Fotografический pamiyatim yo'q menga. Rahmat. Olishim kerak. Rahmat. Faoliyat sizga omad aka. Bu bizani Islom degan yigitimizni, bizani chiroqlarimizni, mana shu atrofimizdagi bo'lgan yorug'liklar bo'yicha shug'ullanadigan. Kayfiyating qalay Islom? Zo'r. Zo'rmi? A'lomi? Turon shouda ishlash, ish faoliyati senga yoqadi? Yoqadi. Xudo xolisa bundan buyog'iga yana birga ishlayveramiz, to'g'rimi? Orgacha birgamiz xudo xolisa. Rahmat kattakon, charchama. Xurshid, Turon shouda ish faoliyatingni boshlaganingdan xursandmiz. Kayfiyatlar qalay, yaxshimi? Kayfiyatlar a'lo endi. Xudo xolasa to'ylar yaxshi o'tsa, bundan ham a'lo bo'ladi kayfiyat. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi Turon haqida ko'p ma'lumotlarga ega emassan, to'g'ri? Turon haqida ko'p ma'lumotga ega emas ekan. Endi faoliyatlarni yana bir tanishib o'tadi. Murod akam bilan ko'proq gaplashsang, o'shanda balkim mana bo'lib qoladi. Charchama, ishingga omad. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bu yigitlarimiz Turon shouni ancha yildan beri shouda chiroyli odamlarga kayfiyatli ulashadigan yigitlarimiz. Behruz, Umid, Said degan yigitimiz hamda Kamina Kantarin, Nursulton. Xullas, sizlarga kichkina savol bermoqchi edim, bolalar. Ko'p gaplashgansizlar Murod akam bilan, birga o'tirgansizlar, Zuhur akam bilan suhbatlashgansizlar. Sizlar aniqini eshitganmisizlar? Zuhur akam yoki bo'lmasam Murod akamdan Turon shou, ya'ni Turon ansambli tashkil topgan yillarni aniq qancha yil oldin tashkil topgan yoki aniq anaqasini bilasizlarmi? Qaysi yilda topgan? Qaysi yilni bilmayman, lekin qancha yil oldin topganini bilaman. Qancha yil bo'lgan? Yil bo'ladi mana shu yil. Yil bo'ladi. Bo'pti. Aniq sanasi yoki aniq anaqasi esda yo'q. Shu abetdan keyin bo'lsa kerak shu. Bilmas ekan. Xullas Turon shouni tegida kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Turon shou qaysi yillardan boshlab o'z faoliyatini boshlagan va Turon shouni shou bo'lgan yili bilan sanasini aniq topgan odamimizga bitta chiroyli sovg'amiz bor. Hammaga omad, charchamang.